ixtisoslashgan. Shuning uchun prezidentimiz qaroriga asosan Agrostar Holding kompaniyasi tashkil qilindi. O'shani nimasida asosida Yangiyo'l Agrostar korxonasi tashkil qilindi. U eksportchilarga yordam tariqasida eksportchilarda mavjud muammolarni o'rganib, uni tizimli hal qilish bilan shug'ullanadi. Shu yerda sizlarni hamkorlikka chorlab qolamiz hammanglarni. Chunki bu sohada sizlar mana eksportchilar sizlardan yaxshi biladigan, anaqa uni yutuqlarini ham, kamchiliklarini ham biladigan odamni o'zi yo'q. Shuning uchun shu joyda sizlarni ozgina yordaminglar kerak bo'ladi bizga. Undan tashqari xabarlar bor. Bizda o'sha biznesni qo'llab-quvvatlash uchun turli kredit mablag'lari mavjud, universal kredit paketimiz mavjud. Unda xabarlar hisob raqamga o'tkazib berish sharti bilan hech qanaqangi maqsadsiz o'zinglar kerakli doirada ishlatsangiz, kerakli maqsadlarda ishlatsangiz bo'ladi. Qonun doirasida xohlagan nimalarga ishlatsangiz bo'ladi. Bugungi kunda xabaringiz bor, mana dokumentlar ham juda ham soddalashtirilgan. O'sha kredit olish uchun beriladigan hujjatlarni to'plami o'zi juda ham soddalashtirib yuborildi. Shuning uchun nimadir ham bizdan bu yerda valyuta kreditlarimiz bor, xabaringiz bor, valyuta kreditlarimiz bor. O'sha mana turli liniyalardan o'sha hammasini sizlarga